Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda ham muhim, balki ko'pchiligingiz uchun og'riqli bo'lishi mumkin bo'lgan bir mavzuni muhokama qilamiz. Men bu mavzuni shunchaki muhokama qilish emas, balki to'liq har bir mayda detallargacha tushuntirib berishni o'z oldimga maqsad qilib qo'yganman. Chunki bugungi suhbatimiz sizning eng qimmatli mulkingiz, ya'ni kvartirangiz taqdiriga bevosita daxldor. So'nggi paytlarda internetda va ijtimoiy tarmoqlarda qonun qabul qilindi. Fuqarolar o'z kvartiralaridan ayriladilar degan xabarlar juda keng tarqalmoqda. Bu sarlavha sizni xavotirga solishi tabiiy va men sizning haqli xavotirlaringizni to'liq tushunaman. Shu sababli bu videoni boshidan oxirigacha diqqat bilan ko'rishingizni, hatto biron bir daqiqasini ham o'tkazib yubormasligingizni so'rayman. Chunki bugun men sizga qanday qonuniy o'zgarishlar yuz berganini, bu o'zgarishlar kimlarga ta'sir qilishini, kimlarga ta'sir qilmasligini, qanday xavf-xatarlar mavjudligini va eng muhimi, o'zingizni qanday himoya qilishingiz mumkinligini batafsil aytib beraman. Bu ma'lumot har bir fuqaro uchun havo va suvdek zarur. Shu sababli iltimos hoziroq kanalimga obuna bo'ling va videoga like bosing. Shunda bu muhim ma'lumot ko'proq odamlarga yetib boradi. Keling, hech qanday ortiqcha gaplarsiz to'g'ridan to'g'ri mavzuning o'zagiga o'tamiz. Mavzuning o'zagi avval qanday edi va endi nima o'zgardi, qadrli do'stlar? Eng avvalo, fuqarolar o'z kvartiralaridan ayriladilar degan sarlavhaning ildiziga borib yetaylik. Bu sarlavha qisman haqiqatni aks ettiradi, lekin ko'pchilik holatlarda noto'g'ri talqin qilinmoqda. Gap shundaki, oxirgi paytlarda qabul qilingan yangi qonun hujjatlari va mavjud qonunchilikka kiritilgan o'zgarishlar asosan mulkiy munosabatlarni tartibga solish, moliyaviy intizomni kuchaytirish va ijro jarayonlarining samaradorligini oshirishga qaratilgan. Bu o'zgarishlar nafaqat fuqarolarning huquqlarini, balki ularning majburiyatlarini ham yanada aniqlashtirgan. Avval qanday edi? Eski tizimda qarzlar yoki majburiyatlarni bajarmaslik bilan bog'liq vaziyatlarda, ayniqsa kvartira kabi yagona turar joyga nisbatan ijro harakatlarini amalga oshirish ancha murakkab va uzoq davom etadigan jarayon edi. Masalan, kommunal to'lovlar bo'yicha katta miqdordagi qarz yig'ilib qolsa ham, sud orqali kvartirani tortib olish juda noyob holat hisoblanardi. Qarz undiruvchi tashkilotlar odatda bir necha yillab sudlashishgan. Undiruvni qarzning boshqa turlariga, maosh, pensiya qaratishga yoki qarzni asta-sekin bo'lib to'lashga majbur qilishga harakat qilishardi. Bu jarayon sudlar uchun ham, ijrochilar uchun ham og'ir yuk edi. Natijada ba'zi fuqarolar o'z majburiyatlariga nisbatan beparvolik bilan yondashishar, qarzlar esa yillar davomida to'planib borardi. Bank kreditlari bo'yicha ham xuddi shunday holat kuzatilardi. Agar kredit garoviga kvartira qo'yilgan bo'lsa, banklar qarzni undirish uchun uzoq va murakkab sud jarayonlaridan o'tishga majbur bo'lishardi. Bu esa moliyaviy intizomning biroz susayishiga olib kelardi. Shuningdek, hujjatlari noto'g'ri rasmiylashtirilgan yoki umuman rasmiylashtirilmagan kvartiralar bilan bog'liq muammolar ham yillar davomida yechilmay qolib ketardi. Chunki ularni tartibga solish mexanizmlari yetarlicha samarali emas edi. Endi nima o'zgardi? Yangi qonunchilikka kiritilgan o'zgarishlar aynan mana shu jarayonlarni tezlashtirish va mulkiy munosabatlarni shafoflashtirishga qaratilgan. Asosiy o'zgarishlar quyidagilardan iborat. Birinchidan, kommunal xizmatlar uchun to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirish majburiyatining kuchaytirilishi. Endi kommunal tashkilotlar qarzni undirish uchun sudga murojaat qilish jarayoni sezilarli darajada soddalashgan. Katta miqdordagi qarz yig'ilib qolsa va bir necha marta ogohlantirishlarga qaramay to'lanmasa, sud qarori bilan kvartiraga nisbatan undiruv qaratilishi ehtimoli oshdi. Ikkinchidan, bank kreditlari va boshqa moliyaviy majburiyatlar bo'yicha garovga qo'yilgan mulkka nisbatan ijro harakatlarining tezlashishi. Agar siz bankdan kredit olib, kvartirangizni garovga qo'ygan bo'lsangiz va kreditni qaytarmaslik holati yuzaga kelsa, banklar avvalgiga qaraganda tezroq va samaraliroq usullar bilan kvartirangizni kimoshdi savdosiga qo'yish huquqini qo'lga kiritdilar. Bu ayniqsa garov shartnomalarida aniq ko'rsatilgan shartlarga rioya qilinmagan holatlarga tegishli. Uchinchidan, noqonuniy qurilmalar, rekonstruksiyalar va hujjatdagi nomuvofiqliklar bilan bog'liq masalalarni tartibga solish. Ko'p yillar davomida fuqarolar o'z kvartiralarida ruxsatsiz o'zgarishlar qilishgan. Qo'shimcha xonalar qurishgan yoki hujjatlarda ko'rsatilmagan boshqa harakatlarni amalga oshirishgan. Yangi qonunchilikda bunday holatlarni legallashtirish yoki aksincha ularni tartibga solish.
hatto mulkdan mahrum qilishgacha bo'lgan choralar ko'rish mexanizmlari aniqlashtirilgan. Bu mulkning huquqiy statusini aniq va shaffof qilishga qaratilgan. 4-dan, yagona turar joyga nisbatan undiruv jarayonlari ham ma'lum shartlar asosida soddalashtirilgan. Avvallari agar fuqaroning boshqa turar joyi bo'lmasa, uning yagona kvartirasiga nisbatan undiruv qaratish juda qiyin edi. Endi esa qarz miqdori kvartiraning qiymatiga nisbatan sezilarli darajada bo'lsa va qarzni boshqa yo'l bilan undirishning imkoni bo'lmasa, istisno tariqasida yagona turar joy ham undiruv obyekti bo'lishi mumkin. Lekin bu holat juda ko'p shartlar bilan cheklangan va tasodifiy emas. Ushbu o'zgarishlarning barchasi bitta maqsadga qaratilgan: mulkiy munosabatlarda tartib o'rnatish, qarz majburiyatlarini bajarishni ta'minlash va adolatli ijro tizimini yaratish. Bu esa o'z navbatida fuqarolardan o'z mulklariga va moliyaviy majburiyatlariga nisbatan yanada mas'uliyatliroq yondashishni talab qiladi. Birinchi asosiy qism: nimani bilishingiz kerak, kim xavotir olish kerak va kim xavotir olmasligi kerak. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Qaysi hollarda xavotir olish kerak va qaysi hollarda xavotirga o'rin yo'q? Keling, har bir jihatni batafsil ko'rib chiqamiz. Kim xavotir olishi kerak? Uzoq muddatli kommunal qarz egalari. Agar siz uzoq vaqt davomida, masalan, 6 oydan ko'proq kommunal to'lovlarni, gaz, svet, suv, chiqindi, issiqlik, dom xizmati uchun to'lovlar to'lamagan bo'lsangiz va yig'ilgan qarz miqdori sezilarli darajada ko'payib ketgan bo'lsa, siz xavotir olishingiz kerak. Misol, tasavvur qiling, Toshkent shahrida yashovchi bitta oila bor. Ular 3 xonali kvartiraga ega. Ular so'nggi 2 yil davomida gaz, svet va issiqlik uchun to'lovlarni umuman amalga oshirmagan. Har oyda o'rtacha 700 ming so'mdan kommunal to'lov kelgan bo'lsa, 2 yilga kelib qarz miqdori 10.800 ming so'mga yetgan. Bu miqdor kvartiraning umumiy bozor qiymatining, masalan, 370 ming so'm bo'lsa, 4.8% tashkil etadi. Eskirgan qonunchilikda bunday katta qarz uchun ham kvartirani tortib olish juda og'ir edi. Kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar avval bir necha marta ogohlantiruvchi xatlar yuborishi, keyin sudga murojaat qilish va sud jarayonlari uzoq davom etishi mumkin edi. Ko'pincha qarzdordan boshqa mol mulkini sotish yoki daromaddan ushlab qolish kabi choralar ko'rilardi. Endi esa yangi tartibga ko'ra, agar qarz miqdori kvartira qiymatining ma'lum 1%dan, masalan, hukumat tomonidan belgilangan 5-10%dan oshsa va fuqaro bir necha marotaba berilgan ogohlantirishlarga mutlaqo e'tibor bermagan bo'lsa, kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar sudga murojaat qilishlari va sud qarzni majburiy undirish to'g'risida qaror qabul qilishi mumkin. Agar qarzni boshqa yo'l bilan undirishning iloji bo'lmasa, masalan, qarzdorning rasmiy daromadi bo'lmasa, boshqa mol mulki topilmasa, sud qarori bilan qarzdorning yagona turar joyi ham kimoshdi savdosiga qo'yilishi mumkin. Albatta, bu holatda sud qarz miqdorini, fuqaroning moddiy ahvolini va oilaviy sharoitlarini inobatga oladi. Lekin endi bu yo'l ochiq. Lekin kvartirasini garovga qo'yib, bankdan kredit olgan, lekin kreditni qaytarmayotgan shaxslar. Agar siz ipoteka krediti olgan bo'lsangiz yoki boshqa turdagi kredit kvartirangizni garovga qo'yib rasmiylashtirgan bo'lsangiz va kredit to'lovlarini belgilangan muddatlarda amalga oshirmagan bo'lsangiz, siz jiddiy xavf ostidasiz. Misol, bir fuqaro kichik biznesini rivojlantirish uchun bankdan 200 ming so'm kredit olgan. Bu kredit uchun u o'zining 2 xonali kvartirasini garovga qo'ygan. Kredit shartnomasida agar 3 oydan ortiq muddatga to'lovlar kechiktirilsa, bank garovdagi mulkni sotish orqali qarzni undirish huquqiga ega ekanligi ko'rsatilgan. Dastlabki 6 oyda fuqaro to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirgan. Ammo keyinchalik biznesda muammolar paydo bo'lib, u 4 oy davomida umuman to'lov qila olmagan. Bank avvaliga ogohlantirish xatlari yuborgan. Keyin esa shartnoma shartlariga muvofiq sudga murojaat qilgan. Eski tartibda bankning sud jarayonlari ko'p vaqtni talab qilardi va ko'pincha qarzni restrukturizatsiya qilish yoki boshqa kelishuv yo'llarini izlashga harakat qilinardi. Yangi qonunchilikka ko'ra, garov shartnoma shartlari buzilgan hollarda bank sud qaroriga asosan garovdagi mulkni, kvartirani tezroq kimoshdi savdosiga qo'yish huquqiga ega bo'ladi. Endi banklar bu jarayonni osonlashtiruvchi qonuniy mexanizmlarga ega. Kvartira sotilib, qarz qoplanadi va qolgan mablag' egasiga qaytariladi. Ammo kvartiradan ayrilish faktining o'zi juda og'riqli. Noqonuniy rekonstruksiya yoki qurilmalar qilgan mulk egalari. Agar siz kvartirangizda ruxsatsiz o'zgarishlar qilgan bo'lsangiz,
Masalan, balkonni kengaytirgan bo'lsangiz, xonalar orasidagi devorlarni buzgan bo'lsangiz, kommunal tizimlarga ruxsatsiz ulanishlar qilgan bo'lsangiz va bu o'zgarishlar texnik hujjatlaringizda aks etmagan bo'lsa, siz xavotir olishingiz kerak. Misol bir fuqaro o'z kvartirasida qo'shimcha bitta xona hosil qilish maqsadida balkonini ulab, yashash maydonini kengaytirgan. Bu o'zgarish loyiha hujjatlari va qurilish me'yorlariga zid ravishda amalga oshirilgan. Tegishli ruxsatnomalar olinmagan. Eski tartibda bunday holatlar ko'pincha e'tiborsiz qolardi yoki qiyinchilik bilan legallashtiriladi. Yangi qonunchilikka ko'ra bunday noqonuniy qurilmalar yoki rekonstruksiyalar aniqlangan taqdirda mulkdorga ularni qonuniylashtirish yoki dastlabki holatiga qaytarish uchun ma'lum muddat beriladi. Agar bu talablar bajarilmasa, sud qaroriga asosan noqonuniy qurilmalar buzilishi hatto eng og'ir holatlarda mulkdor mulkidan mahrum qilinishi mumkin. Masalan, agar ruxsatsiz rekonstruksiya binoning konstruktiv xususiyatlariga jiddiy zarar yetkazgan bo'lsa va xavfsizlikka tahdid solsa, u holda sud kvartirani sotish va undan tushgan mablag'dan xavfli qismini buzishga majburlovchi qaror chiqarishi mumkin. 4. Mulk hujjatlarida muammolari bo'lganlar. Agar kvartirangizning kadastr hujjatlari eskigan bo'lsa, egasining ismi noto'g'ri yozilgan bo'lsa, merosxo'rlikka bog'liq nizolar bo'lsa yoki umuman kvartirangizning huquqiy maqomi to'liq rasmiylashtirilmagan bo'lsa, siz ham xavotir olishingiz kerak. Misol, bir oila 1990 yillarda qurilgan uyda yashaydi. Kvartira hujjatlari eski namunadagi order bo'yicha rasmiylashtirilgan va yillar davomida yangilanmagan. Uy joyga bo'lgan huquqni davlat ro'yxatidan o'tkazish bo'yicha yangi talablarga qaramay, ular bu jarayonni amalga oshirishmagan. Endi yangi qonunlarga muvofiq mulkdorlik huquqini tasdiqlovchi hujjatlarning yangi talablarga javob berishi muhim. Agar mulk hujjatlari qonun talablariga mos kelmasa va bu uzoq vaqt davomida tuzatish imkoniyatlari berilganiga qaramay amalga oshirilmasa, mulkka nisbatan huquqiy nizolar kelib chiqishi mumkin. Ba'zi hollarda agar hujjatlarda jiddiy kamchiliklar bo'lsa va mulkning qonuniy egasini aniqlash imkonsiz bo'lsa, u davlat mulkiga o'tkazilishi xavfi mavjud. Kim xavotir olmasligi kerak? 1. O'z vaqtida to'lovlarni amalga oshiruvchi fuqarolar. Agar siz kommunal to'lovlarni, kredit to'lovlarini va boshqa majburiy to'lovlarni o'z vaqtida va to'liq to'lab borayotgan bo'lsangiz, kvartirangiz uchun xavotir olishingizga hojat yo'q. Yangi qonunchilik mas'uliyatli va tartibli fuqarolarga hech qanday xavf tug'dirmaydi. Aksincha, u sizning mulkiy huquqlaringizni himoya qilishga qaratilgan. 2. Mulk hujjatlari to'liq va qonuniy rasmiylashtirilgan shaxslar. Agar sizning kvartirangizning kadastr hujjatlari zamonaviy talablarga javob bersa, barcha o'zgarishlar qonuniy ravishda rasmiylashtirilgan bo'lsa va sizning mulkdorlik huquqingiz hech qanday shubha ostida bo'lmasa, siz uchun hech qanday xavf yo'q. O'ta. Kvartirasida noqonuniy rekonstruksiya yoki qurilmalar qilmagan yoki ularni legallashtirgan fuqarolar. Agar siz kvartirangizda hech qanday ruxsatsiz o'zgarishlar qilmagan bo'lsangiz yoki barcha qilingan o'zgarishlarni belgilangan tartibda rasmiylashtirgan bo'lsangiz, siz ham xotirjam bo'lishingiz mumkin. Xulosa qilib aytganda, yangi qonunchilik mulkdorlardan o'z majburiyatlariga mas'uliyatliroq yondashishni va mulkiy munosabatlarda tartibni talab qiladi. U beparvolik, intizomsizlik yoki huquqiy savodsizlik oqibatlarini kamaytirishga qaratilgan. Agarda siz o'z majburiyatlaringizni to'g'ri bajarsangiz, kvartirangizga hech qanday xavf yo'q. Ikkinchi asosiy qism. Qoidalardan istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Aziz tomoshabinlar, har bir qonun yoki qoidani o'z istisnolari, o'ziga xos murakkabliklari va ba'zan yashirin tuzoqlari bo'ladi. Mulkni yo'qotish xavfi bilan bog'liq yangi qonunchilikda ham shunday nuanslar mavjud. Ularni bilish sizni ko'plab muammolardan himoya qilishi mumkin. Bir yagona turar joyning maqomi. Yagona turar joy tushunchasi avvallari ko'plab qarzlardan himoyalangan edi. Bu degani, agar fuqaroning boshqa turar joyi bo'lmasa, uning yagona kvartirasiga nisbatan ijro undirini qaratish juda qiyin, deyarli imkonsiz edi. Yangi qonunchilikda esa bu qoidaga ma'lum istisnolar kiritildi. Nuans: agar qarz miqdori juda katta bo'lsa va fuqaroning qarzni to'lashga qodir ekanligini tasdiqlovchi boshqa mol mulki yoki daromadi bo'lmasa, sud yagona turar joyga nisbatan undiruvni qaratishi mumkin. Ammo bu holatda ham qonun fuqaroni ko'chada qoldirmaslikka harakat qiladi. Masalan, kvartira kimoshdi savdosiga qo'yilganida sud tomonidan belgilangan minimal miqdor fuqaroning yangi kichikroq turar joy sotib olishi uchun ajratilishi mumkin.
yoki bo'lmasam kvartira sotilgandan so'ng qarz to'lanadi va qolgan mablag'dan fuqaro uchun ijtimoiy yordam ko'rsatiladi. Bu har doim ham shunday bo'ladi degani emas, ammo sud bunday imkoniyatlarni ko'rib chiqishi kerak. Tuzoq, ba'zi shaxslar o'zlarida bir nechta kvartira bo'lsa ham, ularni turli oila a'zolari nomiga rasmiylashtirib, o'zlarining yagona turar joyi borligini da'vo qilishlari mumkin. Ammo ijro organlari bunday holatlarni aniqlashga qodir. Agar aniqlansa, sud mulkni yashirishga urinish deb baholashi va qarzdorga nisbatan qattiqroq choralar qo'llashi mumkin. 2. Garov shartnomalarining shartlari. Bank kreditlari bo'yicha garovga qo'yilgan mulkka nisbatan undiruv qaratilishi tezlashganini aytdik. Lekin bu yerda ham o'ziga xos jihatlar bor. Nuans, garov shartnomalarini sinchkovlik bilan o'qib chiqing. Ba'zi shartnomalarda kreditni qaytarmaslik bilan bir qatorda mulkni sug'urtalashdan bosh tortish, uni noto'g'ri ishlatish yoki hatto egasining yashash joyini o'zgartirish kabi boshqa bandlar ham garovni undirishga sabab bo'lishi mumkin. Kichik detallar ham katta oqibatlarga olib kelishi mumkin. Tuzoq, ko'plab fuqarolar garov shartnomasini to'liq o'qib chiqmasdan faqatgina kredit miqdori va foiz stavkasiga e'tibor berishadi. Bu esa keyinchalik kutilmagan vaziyatlarga olib kelishi mumkin. Misol uchun shartnomada agar kredit to'lovi 2 marotaba kechiktirilsa ham bank garovga qo'yilgan mulkni sotishga haqli ekanligi ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Bu fuqarolar tomonidan ko'pincha e'tibordan chetda qoladi. O'tib, noqonuniy qurilmalar va ularni legallashtirish, ruxsatsiz o'zgarishlar qilingan kvartiralarga nisbatan choralar kuchaygan. Nuans, qonun noqonuniy qurilmalarni buzish yoki ularni dastlabki holatiga qaytarish talabini qo'yadi. Ammo agar rekonstruksiya binoning konstruktiv mustahkamligiga ta'sir qilmasa, qo'shnilarga xalaqit bermasa va shaharsozlik normalariga zid kelmasa, uni belgilangan tartibda legallashtirish imkoniyati ham mavjud. Buning uchun tegishli ruxsatnomalar olish va loyiha hujjatlarini yangilash kerak bo'ladi. Tuzoq, ba'zi usta yoki arxitektorlar hamma narsani hal qilaman deb va'da berib, legallashtirish jarayonini noqonuniy yo'llar bilan amalga oshirishga urinishadi. Bunday xizmatlardan foydalanish aslida vaziyatni yanada og'irlashtirishi mumkin. Legallashtirish faqat qonuniy yo'l bilan va vakolatli organlar orqali amalga oshirilishi kerak. Aks holda kelajakda hujjatlarda yana muammolar kelib chiqishi va sizning mulkingiz xavf ostida qolishi mumkin. 4. Meros va birgalikdagi mulkchilik. Nuans, meros qilib olingan kvartira yoki xotinlarning birgalikdagi mulki bo'lgan kvartira masalasida ham o'ziga xos jihatlar bor. Agar bir merosxo'r qarzga botgan bo'lsa, lekin kvartira bir nechta merosxo'rga tegishli bo'lsa, faqat qarzga botgan merosxo'rning ulushiga nisbatan undiruv qaratilishi mumkin. Kvartiraning butunligini saqlab qolish uchun boshqa merosxo'rlar qarzni to'lashlari yoki qarzga botgan merosxo'rning ulushini sotib olishlari mumkin. Tuzoq, xotinlarning biridan biri kredit olganda ko'pincha boshqa turmush o'rtog'i bu haqida to'liq xabardor bo'lmaydi. Ammo agar kredit uchun umumiy mulk kvartir garovga qo'yilgan bo'lsa va xotindan biri shartnomaga rozi bo'lgan bo'lsa, keyinchalik kredit to'lanmasa, butun kvartira xavf ostida qolishi mumkin. Bu holatda kredit olmagan turmush o'rtog'i ham mulkidan ayrilishi mumkin. Shuning uchun oilada moliyaviy qarorlar qabul qilinganda har doim birgalikda maslahatlashish va har bir hujjatni diqqat bilan o'rganish juda muhimdir. 5. Sud jarayonlaridagi advokatning roli. Yangi qonunchilik sharoitida sud jarayonlarida malakali advokatning ishtiroki hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi. Advokat qonuniy istisnolarni topishi, qarz miqdorini baholashdagi xatolarni ko'rsatishi, fuqaroning ijtimoiy ahvolini inobatga olishni talab qilishi va kvartirani saqlab qolish uchun boshqa alternativalarni, masalan, qarzni qismlarga bo'lib to'lash jadvali taklif qilishi mumkin. Tuzoq, ba'zi odamlar sudga murojaat qilishdan yoki advokat xizmatidan foydalanishdan cho'chishadi. Bu esa o'z huquqlarini himoya qilishda juda muhim imkoniyatni boy berishga olib keladi. Advokat o'z sohasining mutaxassisi sifatida sizning manfaatlaringizni himoya qilish uchun barcha qonuniy choralarni ko'rishga yordam beradi. Shuni unutmangki, har bir holat individualdir. Har qanday xavfli vaziyatda malakali yuridik yordam olish har doim eng to'g'ri yo'l hisoblanadi. Amaliy maslahatlar, tomoshabin nima qilish kerakligi bo'yicha aniq qadamlar aziz do'stlar, men sizni shunchaki xabardor qilibgina qolmay, balki aniq amaliy tavsiyalar berishni ham o'z burchim deb bilaman. Agar siz o'zingizni yuqorida aytib o'tilgan xavf ostida his qilsangiz yoki shunchaki xotirjam bo'lishni istasangiz, quyidagi qadamlarni bajarishingizni tavsiya qilaman.
Bir. Moliya va to'lov intizomini nazorat qiling. Nima qilish kerak? Kommunal to'lovlar, kredit to'lovlari, soliqlar va boshqa majburiy to'lovlarni muntazam ravishda va o'z vaqtida amalga oshiring. Har bir to'lovni tasdiqlovchi chek yoki kvitantsiyani kamida 3-5 yil davomida saqlab qo'ying. Bu hujjatlar sizning to'lovlarni bajarganingizni isbotlash uchun yagona dalil hisoblanadi. Qayerga borish kerak? To'lovlarni bank kassalari, mobil ilovalar, masalan Paynet Click, Payme yoki pochta bo'limlari orqali amalga oshiring. Nimani yozish kerak? To'lov sanasini, miqdorini va kimga to'langanligini aniq ko'rsating. Agar qarz yig'ilib qolgan bo'lsa, uni imkon qadar tezroq to'lashga harakat qiling. Agar birdaniga to'lashning iloji bo'lmasa, kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilot yoki bank bilan bog'lanib, qarzni bo'lib to'lash bo'yicha kelishuv, restrukturizatsiya, tuzish imkoniyatlarini o'rganing. Bunday kelishuvlar sud jarayonlaridan qochishga yordam beradi. Mulk hujjatlarini tekshiring va tartibga keltiring. Nima qilish kerak? Kvartirangizga tegishli barcha hujjatlarni, kadastr pasporti, ko'chmas mulkka egalik huquqi to'g'risidagi guvohnoma, oldi sotdi shartnomasi, meros guvohnomasi va boshqalar diqqat bilan ko'rib chiqing. Ularda biror nomuvofiqlik, xato yoki eskirgan ma'lumot bormi? Barcha o'zgarishlar rasmiylashtirilganmi? Qayerga borish kerak? Agar hujjatlarda muammo borligini sezsangiz, darhol davlat xizmatlari markazlariga DXM yoki kadastr agentligining tegishli bo'limlariga murojaat qiling. Malakali yuridik maslahat uchun advokatga uchrashing. Nimani yozish kerak? Arizada hujjatlardagi aniqlangan nomuvofiqliklarni to'g'rilashni yoki ularni yangi qonunchilik talablariga muvofiq rasmiylashtirishni so'rang. Sizga qanday hujjatlar kerakligi va qanday tartibda harakat qilish kerakligi haqida DXM xodimlari batafsil ma'lumot beradi. O'tun, noqonuniy rekonstruksiyalarni legallashtirish yoki bartaraf etish. Nima qilish kerak? Agar siz kvartirangizda ruxsatsiz rekonstruksiya yoki qurilmalar qilgan bo'lsangiz, ularni qonuniy tartibda legallashtirish imkoniyatini o'rganing. Agar legallashtirishning iloji bo'lmasa yoki juda qimmatga tushsa, ularni dastlabki holatiga qaytarish yo'llarini ko'rib chiqing. Bu juda jiddiy masala, chunki u sizning mulkingizning kelajakdagi taqdiriga bevosita ta'sir qiladi. Qayerga borish kerak? Mahalliydagi qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi boshqarmalariga murojaat qiling. Ular sizga ruxsatsiz rekonstruksiyani legallashtirish jarayoni bo'yicha ko'rsatma beradi. Shuningdek, loyiha institutlariga murojaat qilib, texnik xulosa olishingiz kerak bo'lishi mumkin. Nimani yozish kerak? Noqonuniy rekonstruksiyani legallashtirish yoki dastlabki holatiga qaytarish uchun yozma ariza bilan murojaat qiling. Agar buzishni rejalashtirsangiz, bu haqda ham tegishli organlarni xabardor qiling. 4. Huquqiy maslahat oling. Nima qilish kerak? Agar yuqoridagi masalalar bo'yicha shubhalaringiz bo'lsa yoki tushunarsiz vaziyatga tushib qolsangiz, malakali yurist yoki advokat bilan maslahatlashing. U sizning vaziyatingizni to'liq o'rganib chiqadi va eng to'g'ri yo'lni ko'rsatadi. Bu sizni ko'plab xato va yo'qotishlardan qutqarishi mumkin. Qayerga borish kerak? Mahalliy advokatlik firmalariga, yuridik xizmat ko'rsatuvchi markazlarga yoki advokatlar palatasiga murojaat qiling. Nimani yozish kerak? O'z muammoingizni aniq va tushunarli qilib yozma ravishda bayon qiling. Barcha mavjud hujjatlaringizni, kvartira hujjatlari, qarz to'lovlari, ogohlantirish xatlari va boshqalar o'zingiz bilan olib boring. Bu advokatga sizga aniq va tez yordam berishga yordam beradi. 5. Internetdagi xabarlarga ehtiyotkorlik bilan yondashing. Nima qilish kerak? Internetda tarqalgan har qanday mish yoki sensatsion yangilikka ishonmasdan avval rasmiy manbalardan, qonun hujjatlari portali, vazirliklar saytlari, ishonchli yangiliklar portallari tasdiqlang. Har qanday shubha tug'ilganida mutaxassislardan maslahat oling. Qayerga borish kerak? O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, Lexuz, Adliya vazirligi sayti kabi rasmiy resurslardan foydalaning. Ushbu amaliy qadamlar sizga o'zingizni va mulkingizni ishonchli himoya qilishga yordam beradi. Esda tuting, oldini olish har doim davolashdan afzaldir. Mas'uliyatli bo'ling va o'z huquqlaringizni biling. Xulosa va yakuniy chorlov mana, aziz do'stlar, bugungi murakkab, ammo juda muhim mavzu bo'yicha sizga batafsil ma'lumot berishga harakat qildim. Qonun qabul qilindi. Fuqarolar o'z kvartiralaridan ayriladilar degan sarlavha qanchalik xavotirli bo'lmasin, bu vaziyatda mutlaq vahimaga tushish kerak emas. Muhimi vaziyatni to'g'ri tushunish, yangi qonuniy o'zgarishlarning mohiyatini anglash va shunga muvofiq harakat qilish. Biz shuni bildikki,
yangi qonunchilik mulkiy munosabatlarda tartib o'rnatishga, qarz majburiyatlarini bajarishni ta'minlashga va adolatli ijro tizimini yaratishga qaratilgan. Bu qonunlar asosan o'z majburiyatlariga beparvolik bilan yondashgan uzoq muddatli qarz egalari, garov shartnomalarini bajarmagan shaxslar, noqonuniy rekonstruksiya qilgan va hujjatlarda muammolari bo'lgan mulkdorlarga nisbatan ta'sir qilishi mumkin. Ammo o'z vaqtida to'lovlarni amalga oshiruvchi, hujjatlari tartibli va qonuniy mulk egalari uchun hech qanday xavf yo'q. Qoidalardan istisnolar, turli xil noaniq nuanslar mavjudligini ham muhokama qildik. Yagona turar joyning maqomi, garov shartnomalaridagi mayda shartlar, noqonuniy qurilmalarni legallashtirish imkoniyatlari va meros bilan bog'liq jihatlar, bularning barchasini bilish sizni himoya qiladi. Eng muhimi, men sizga aniq amaliy maslahatlar berdim. Moliya va to'lov intizomini saqlash, mulk hujjatlarini tekshirish, noqonuniy o'zgarishlarni bartaraf etish yoki legallashtirish va har qanday shubha tug'ilganida malakali yuridik maslahat olish, bu sizning eng to'g'ri yo'lingizdir. Umid qilamanki, ushbu video siz uchun foydali bo'ldi va ko'plab savollaringizga javob topdingiz. Endi siz nafaqat xabardor bo'ldingiz, balki qanday harakat qilish kerakligini ham bilasiz. Sizningcha bu qonuniy o'zgarishlar qanchalik adolatli? Ular ijobiy natija beradimi yoki aksincha fuqarolarga qiyinchilik tug'diradimi? O'z fikr mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning har bir fikringiz biz uchun juda muhim. Agar video yoqqan bo'lsa, yana bir bor like bosishni unutmang va kanalimga obuna bo'ling. Shunda kelajakda ham shu kabi muhim foydali ma'lumotlardan boxabar bo'lasiz. O'zingizni va mulkingizni asrang. Keyingi videolarda ko'rishguncha.